Bugun kameraga qarab gapirish challenjimni 12-kuni. Bugun men o'zimdan uyalib ketgan bitta voqea haqida gapirib bermoqchiman sizlarga. Bu voqea qanday bo'lgan? Bitta odam kelib mendan yo'l so'ragan. Men odamga shunchaki qo'lim bilan ko'rsatib yo'lni tushuntirib olganman. O'sha payt keyin bu kibr bo'ladimi yoki havo sovuq bo'lgani uchun men hech nima demasdan yoki charchagan bo'lganman bilmayman. Bu kibr bo'lishi mumkin deb o'ylab o'zimdan shunaqa feedback oldim. Ya'ni o'zimga ikkinchi tarafdan qarab xulosa chiqardim desam bo'ladi. Keyingi safar kimdir mendan yo'l so'raydigan bo'lsa yoki nimadir so'raydigan bo'lsa, men biladigan narsamni maksimal darajada tushuntirib berishga harakat qilaman va hozir ham harakat qilib kelaman shu narsani qilishga. Sizlardan ham bitta narsani so'rab qolaman. Kimdir nimadir so'rasa, shunchaki pozitiv javob berishga harakat qilinglar, chunki bu odam sizlardan keyin kuni qanaqa bo'ladi, именно mana shu javobdan keyin kuni qanaqa bo'lishini biz bilmaymiz. Shuning uchun pozitiv bo'lamiz. Rahmat. Video vaqtida